Kunlarning birida Teshovoyning Minecraft o'ynagisi kelib qoldi, lekin unda kompyuter yo'q edi. Telefonda esa Salom hamma, men Minecraft o'ynayaptim. Hozir yangi versiya yasayman. bugun men sizga telefonga o'rnaydigan top 5 ta ajoyib modlarni ko'rsatmayman, chunki bu video Qunduz amakining qissalari haqida. Qunduz amakining qissalari filmini namoyish etadi. Bu hazil emas, rostdan ham Qunduz amakining Qunduz qissalari. amaki bu yoqda ekanlar. 5-modimiz bolalar laydan epik narsalar chiqarib beradi. Layni bundoq buzsangiz turli xil buyumlar chiqarib beradi, xuddi Lucky Block'ga o'xshab. Ko'p narsalar chiqarib beradi bolalar. Bu mod ham juda ajoyib, qiziqarli. Yuklab olsangiz mazza qilib o'ynaysiz. Bu modda foydasi survivalda kuchayishingiz oson bo'ladi. 4-modimiz bolalar, bu sizga turli xil mashinalarni qo'shib beradi. Mana qaranglar. Mana bundaqa mashinalarni qo'shib beradi. Buni har xil rangi bor bolalar. Hozir qo'yib ko'rsataman mana bundaqa. Ko'plab bolalar, bunda ko'plab mashinalar bor. Mana ko'plab mazar har xil ranglari bor. Mana ko'rib turibsizlar bolalar, buni minsangiz eshigi ham ochiladi. Qaranglar. Mana open door, endi eshigini ochadi. Mana drive bo'lsangiz minib ketaveradi. Mana qaranglar, minishi sensor. Ajoyib bolalar. Mazza qilibsizlar. 3-modimiz bolalar. Bu mod mana bundaqa divonga rasm qo'shib beradi. Bu ham ajoyib mod, foydasi yo'q, lekin divoningizga rasm qo'shib, divoningizni yanada chiroyli qo'yadi. Mana bundaqa ajoyib modlar, rasmlar qo'shib beradi. Mana 2-modga ham yetib keldik bolalar. Bu mod askarjitellarni, qaroqchilarni qo'shadi bolalar. Mana bundaqa haykallarni, mana 3 ta zo'r haykallar bor bolalar. Mana qaranglar, mana bunaqa qaroqchilar bo'ladi. Ular o'sha haykallarni sindiradi va jetonlarni o'ldiradi, askar jetonlarni. Qaranglar, mana bundaqa zo'r bo'ladi bolalar. Bu mod ham ajoyib, yuklab olsangiz mazza qilib o'ynaysizlar. Mana bolalar, 1-modga ham yetib keldik. Bu gapiradigan jeton modi bolalar. Bu unda qo'ysangiz boshqacha gapiradi, ursangiz boshqacha gapiradi bolalar. Bu modni ham ishlatib ko'ring. Bolalar, bu moddan ham foydalanishingizni maslahat beraman, chunki ajoyib mod bolalar. Bolalar, agar bu modlarni qayerdan olamiz deb so'rasangiz, bu mening Telegram kanalimda bo'ladi. Mana Telegram kanalimning opetsiyasi bolalar, o'tib obuna bo'lib, bolalar hamma modlarni yuklab olishingiz mumkin. Ajoyib modlar bo'ladi bolalar. O'tib albatta obuna bo'lib qo'ying.